Assalomu alaykum Tomorqa biznes kanaliga xush kelibsiz. Va bugun sizlar bilan Xudo xolasa yana quyonlarni obzor qilamiz. Ozgina charchadim. Hozir mavjudlar hamma yo'g'ini tozalab, musorni olib, xulasali ko'rsataman qancha musor chiqqanini. Xo'p, bugun videomizning qahramonlari mana bu quyonchalarning bolalari. Ular ko'zini ochishdi va yurishni boshlashdi. Qayani ana sabzini kemiryapti. Bular 17-iyulnida tug'ilganida, bugun 5-iyulda. Demak, qancha bo'ladi? 13, 5, 18 kunmi? 18 kunda mana уже yurib boshlashdi. Yurib уже jum qoplab bo'lgan. Ko'rdingizmi? Jum qoplab bo'lgan. Xo'p, 11, 12 kunlari уже bular jun qoplangan edi. Ko'zi oz-moz ochilishni boshlagan edi. 9 kunlar jun qoplagan edi. 11-kun sekin-sekin ko'zini ochishni boshlagan edi. Bugun xolasi 18-kuni mana qaranglar, maşallah deb qo'yasizlar. Kommentariyada albatta 8 ta bolasi mana shu yerda yuribdi, mazza qilib. Hop, nechta bu odam? 3 ta bo'lsa kerak, 3, 4, 5, 6, 7. Qani bittasi buni? Ha, bittasi bu yoqda. Onasi bilan yotibdi, mazza qilib. Onajon deb mana mazza qilib yotibdi. Mana onasi. Mana. Qimdaysan? Xullas, nima bo'lganda, oldin mana shu yerda yotishardi bolalar. 2 kun bo'ldi, bular hammasi mana bu yoqqa chiqib olishdi. Hammasi terilib, mana shu yerda, mana shu yerda yotadigan bo'lishdi. Keyin shundan bildimki, bu yoqni tozalash kerak, olish kerak hammasini. Keyin hozir bugun vaqtim bor, yakshanba kuni hammasini tozalab, olib, musorlarni olib qo'yganimdan keyin mana sekin kelishdi. Qaranglar, uyquni nima qilyapti? Uyqulayapti. Ya'ni uyqusi kelyapti, ko'zini yumib yotibdi. Hozir men tilim juda alangisi kelmayapti, charchadim-da. Ertalabdan yugurib aytamiz. Demak, bular 18-kuni bularni 17-iyunda tug'ilgan edi. Mana shunday bo'lishdi, maşallah. Bir oyda ular katta bo'ladi o'sha. 1 oyi 5 kunlikda Xudo xolasa bularni ajratib qo'yaman. 1 oyi 5 kunlikda bularni ajratib, onasini ajratib qo'yamiz va o'zlarini boqishni boshlayman. Xo'p, yana yangiliklar. Oxir men bilan topdim men bu. Nima deydi? Shpingaletlar yaxshisan topdim, menga mos keladigan. Oldin sim bog'lab qo'yardim, esladingizmi? Bir marta simini qistirib qo'ydim. Ochilib qolib ketibdi. Mana bu simi ochilgan, eshigi bu yoqda yotibdi, mana bunaqasiga hozir ko'rsataman. Mana bunaqasiga yotgan eshik, shuna qilib kesam. Mana bu och, susragan, hali ham bolalarga tashlanmabdi. Keyin kelib buni qo'sh 2 ta sim bilan bog'lab qo'yadigan bo'ldim. Hozir mana kechani men taxladim. Kecha urizorga tushib, men shuni olgan edim. 2 xili bor ekan, mana bunaqasi bor ekan, mana yopilgan tomon ko'ryapsizlar. Mana bunaqasi bor ekan, ochiq, 2 tomoni ochiqlik. Bu qimmatroq ekan, bu bunaqasiga aylanar ekan. Menga mana shu yoqdi. Ishlashi ham, nimasi ham hammasi zo'r. Xo'p, sizlarga hozir men bolamni ko'rsataman mana. Kelgan joyiga qaranglar. Ha, necha birsan bu yerda bola? Bor, yiqilib tushasan, chiq. Chiq, yiqilib tushasan. Ey, chiq, arkaga qayt. Hayatlari bolalarga zinadan kelsa bo'lmaydi. Mana chiq. Tushma bera. Men bir yiqilib tushasan-ku bolam. Chiq davay. Chiq o'zing, inchab tushgan bo'lsa, inchab chiq. Mazgi. Xullas, shunaqa gaplar. Yiqilib tushasan, men seni ushlamayman. Xalaq qilib tursan bolam. Xo'p, va demak, bu ona quyon haqida hammasini aytib bo'ldim. Hozir endi bularga o't beraman. Xudo xolasa o't ham tayyor. Mana bu turibdi. Sveji beda mana. Sveji deydi. Ana barra bedada xullas tushyapti. Uzun emas-da bo'yi. Uzun bo'lmagan. Bir qarich bo'lgan bedalar turibdi mana. Uni beraman Xudo xolasa. Xo'p, keyingi masala mana bu quyonim. Mana qarang, mana zo'r bo'pti. Bunday qilasiz, bo'ldi, tayyor. Oldin sim bog'lab qo'yardim. Xo'p, qimmat oldim bularni, ha? 7000 so'mdan berdi menga. Xo'p, tursa 7000 so'mdan berdi. Nargisini, mana bunasini. Mana bunaqasini 5000 dan berdi. Bu hatto yonida sherigam bor, sizga ko'rsatay. Mana bu ugo'lnik keldi, mana bunaqa. Mana bunaqa sherigam bor-da. Sherigini olsam yaxshi. Mana bunaqa turibdi. Mana turadi.
Xullas, mana xalaqit beribdi. Mana menga qo'yib ko'rsataman. Mana shu yoqda turadi. Xo'p, buni ham qo'ydimda, keyin o'yladim, menga bu ikkinchisi nimaga kerak edi? Buni olib tashlasam, bo'lib ushlab turadigan mana bu-ku. Mana ham xuddi shunaqa ikkinchisi bor. Xullas. Mana bunaqa turishyapti, ko'rdingizmi? Shunaqa turadi. Yo'q, bu mana buniki edi, mana yopiq turadi. Mana bunaqa turadi. Hop, videoni davom ettiramiz. Xullas, chalg'uvchi faktorlar ko'p bizda. Mana shu zo'r ekan, nimaga bunday qilasiz? Bo'ldi, mana tayyor. Mana buni nimasi, bunday qilsangiz, mana bu kallasi tegib qoladi. Ko'ryapsiz? Ozgina kallasi tegib qoladi mana. Mana bu tekismasda chiqqan ekan, o'shanga bu tegib qoladi. Hozir endi bir ikki marta bunday qilgandan keyin o'zi taxtab-ku, mana bu yeyilib taq bo'lib ketadi. Shuni qo'ya qoldim. Mana turuvsizda mana yopish. Men buni setkalar ozgina tegib qo'ygan, shuni tuzatish kerak. Endi bolalarni olgandan keyin ish qilaman. Xo'p, mana bu zo'r tushdi. Xo'p, ikkinchi ona quyonda nima gaplar? Ikkinchi ona quyonda hozir bizda bu mana uyni taxlashni boshladi. Men hozir bu yerga beda bersam, olib bunday taxlayapti o'zi. Hali jun yutishni boshlagan yo'q. Bu nasib qilsa inshaalloh 12-chislosiga. Bugun 5-kun bo'lsa, 17-chysloda, 12-chysloda, ya'ni 7 kundan keyin xudo xolasa tug'adi. Keyingi yakshanba xudo xolasa tug'adi inshaalloh. O'zi mana olib uy yasashni boshladi. Xudo kutyapman. Zo'r. Shunaqa gaplar, albatta buni ham sizlarga xudo xolasa obzorini qilaman. Uni Alloh taolo barakasini bersin. Kamida bundan shu 8 ta, 10 ta tug'sa, inshaalloh xursand bo'laman. Nechta tug'sam xursand bo'laman. Ko'p tug'sa shuncha zo'rda. Mana bu erkagi. Mana bu yosibdi, mazza qilib. Ovqatini, mana yegan ovqatini. Bular hali anaqa tashiyman, beda tashiyman hammasiga. Nima qildim? Va hokazo. Hop, kim shunaqa arzon joyini bilsa, menga aytinglar. Men 7000 so'mdan oldim. Nargisini 5000 so'mdan oldim. Shu arzonrog'ini aytsangizlar, xudo xolasa ko'proq olaman. Mana shunda menga o'zi kerak. Ikkinchi nima uchun ham? Qafas uchun ham kerak. Men qochib ketadigan qo'yanim bor. Endi qocholmaydi. Endi qocholmaysan. Qocholmaysan. Salom de. Ularga hozir hammasi bo'pti. 33 ta qilib beramiz. Bo'ldi. Shunaqa gaplar, jigarlar, mana qarang. Mana sekin ana o'tlarni kulib, mana og'ziga solib, ko'rdingiz? Oladi-da. Buni pastdagi hozir bitta mana shunchasini olib, mashga qo'yib qo'ydim. Pastdagi o'tidan qurigan edi-da. O'sha qo'yib qo'ygan. Xullas, mana shu ahvol. Hozir borib uyga taxlab shuni. Olib borib, mana uyni taxlab, uyni yasab, tayyorgarlik ko'radi o'sha joyga, o'sha bola tug'ishga. Xo'p, non hozir birozgina non beraman, buni beraman. Buni ko'rsatdim. Mana 100 ta ugonlik oldim. Menda bitta ishga 4 ta, demak bittanaqaga 8 ta. Demak 8 ta bo'lsa 8 ni 4 ga 32 ta ketar ekan anaqani o'ziga. Bitta mana shunaqa 4 talik qafasga 32 ta ugonlik ketadi. Optimdan xullas 100 ta olib keldim. Endi nasib qilsa ko'paytirsam yana ko'proq olib kelaman. Shunaqa gaplar. Men bular ham hali arzonrog'ini topishim kerak. Mana shu arzonrog'ini topishim kerak. Zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Ikki taraflama alam ekan. Hozir qattiqroq shekilli. Bunday qilsam sal qattiqroq. Ba'zi birisini ichida mana bu kichkina ekan, mana uzunchoq bor. Tili bildingizmi mana bu? O'sha narsasi kichkina ekan mana bu. Bu uzunroq bo'lsa, unda mana shu yarmita ekanda. Xullas shunaqa. Mana bu mana shuncha chiqdi. Bilasizmi, ikkita chelak endi. Bitta chelagimni tagida bir 20% bo'ldi, qolgan ustiga chiqib qoldi. Xullas, shunaqa gaplar. Xudo xolasa yangiliklarni kutinglar. Albatta xudo xolasa keyingi videolarda уже men buni tug'ganini sizlarga nasib qilsa olib ko'rsataman. Omon bo'linglar. Albatta kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Like bosish sizdan chiqmasin.